Instagramga, Telegramga sochlarini yozib, avratlarini ko'rsatib, birovni nima deydi, ko'zini gunohga to'ldiradigan fohishona, shahvatni qo'zg'atadigan. Darati yo'q zikr qilsa bo'lavi. Jattagan suralarni o'qisa bo'lavi. So'zsiz darat bilan o'qish kerakmi? Yo'q. Darati yo'q. Usuli yo'q deb zikr qilsangiz bo'ladi. Zikrga hech narsasi shart emas. Turib, o'tirib, jatib olib, darati yo'q. Boshqacha qiblan qarab turasiz, mechit sirtda, qayerda qana bo'lsa zikr qilsangiz bo'ladi. Albatta, ajatxonada zikr qilmaysiz. Yurak bilan qilmaysiz, til bilan qilmaysiz. O'shunday misol. Beshte eng ulug' Allohning ne'mati, Alloh taolaning rozichiligi, jana Alloh taolaning didori deb aytiladi. Bardig'in bergandan keyin dag'i beraymi deganda, beshtiklar aytadigan, "Ya Alloh, barcha narsani berding, endi qoldi" deydigan. Ana Alloh taolaning men sizlarga rozichiligimni tushiraman. Men sizlarga roziman, hech qachon norozi bo'lmayman deganda, bu rohat, bu sezimni ko'rganda beshtiklar esining ketib qoladigan bir أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. Он бежит, подбегает к колодцу и прыгает в него. Когда он падает, то хватается за канат и вздыхает с облегчением. Затем он смотрит и видит, что лев над ним ждет его. Он смотрит вниз и видит большую змею с открытой пастью, которая ждет, пока тот упадет, и все, что у него есть, это канат. Потом через некоторое время он видит черную и белую мышь на веревке, которые начинают грызть ее.